Yurtdoshlar Fikrat tahlil dasturini davom ettiramiz. Bugun biroz tibbiyot haqida suhbatlashamiz. Albatta, sog'liq bu juda ham muhim ne'mat. Ming afsuski, biz uni ko'pincha yo'qotgandan keyin yoki yo'qotayotganda his qilamiz. Ayniqsa agar u bolalar bilan aloqador bo'lsa, karrasiga og'riqli, chunki o'zingga chidashing mumkin. Farzanding Xudo saqlasin og'risa, bu juda ham qiyin qabul qilinadigan holat. Bilamiz, yoshlikdan eshitamiz, hali qizilcha, qizamiq degan kasalliklar to'g'risida eshitamiz, lekin biz bir xos suhbatda shunday bir fikrga duch keldikki, hali ham muammoning yechimi topilmagan, ya'ni qizamiq muammosining yechimi topilmagan deguvchi mutaxassislar bilan suhbatlashib qoldik. Endi bir narsa deyish qiyin, biz yoshlikdan bilamiz, masalan, mana hozir doktor ekspertimiz ham studiyamizdalar. Yoshlikdan bilamiz, bolalarga narsa toshadi va dori surib qo'yiladi. Siyoh rang dori deymiz, ko'k dori deymiz, surib qo'yiladi, o'tib ketadi. Yoki kimdadir kattaligida bo'ladi shunday kasallik va aytishardiki, yoshligida bo'lmagan ekan deyishardi. Yoshligida bo'lib o'tganida kattaligida bo'lmasdi deb aytishadi bu narsani. Va tushunishim bo'yicha 1 yoshgacha mana shu kasallikdan o'zi emlanadi ham bolalar. Mana shu fikrlardan kelib chiqqandan keyin nega bu yechimi topilmagan muammo sifatida qaralyapti? Axir 1 yoshgacha emlanadi. Bundan tashqari kasal bo'lganlar ham tuzalganini ko'ramiz doim. Chunki ko'chaga chiqmay turadi. Eng qizig'i yana badan o'zdek bo'lib qoladi, qanaqadir hammasi joyiga tushib ketib qoladi. Lekin bugun muammo sifatida ko'rilyapti. Demak, studiyamizda bugun Fikrat tahlilchisi Hamid aka, shuningdek bolalar milliy tibbiyot markazi xullas nevrolog, undan oldin bir so'z bor, uni o'zingiz aytasiz. Nevrolog shifokori Firdavs Inomov hamda bevosita mana shu kasallik bilan bog'liq masalalarda deylik, shu odam ichida xullas. Shu masalaning Said Komil aka Murodov. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ya'ni ichida deganim, endi farzandlari shu kasallik bilan og'rigan va u bilan kurashayotgan insonlardan bir boya aytib o'tganimizdek, farzandiga juda ham qiyin-da. O'zinikini odam bildirmay o'tkazishga harakat qiladi, e'tibor bermaslikka harakat qiladi, lekin farzand og'riyotganda bu juda ham qiyin masala. Endi Hamid akani ham chaqirganmiz, chunki bu yerda juda qiyin terminologiya bor. Shularda birgalikda suhbatlashish uchun. Xush kelibsizlar. Nega bu kasallik xavfli? Avvalambor assalomu alaykum. Bu kasallikni to'liq nomidan birinchi boshlaydigan bo'lsak, bu kasallik o'tkir osti sklerozlanuvchi panensefalit. Bu qizamiq virusini oqibati, asorati sifatida yuzaga keladigan asosiy muammo shunda. Ya'ni qizamiq virusi bilan kasallangan bola, misol 1 yoshgacha qizamiq virusi bilan kasallandi va u kasallikdan forig' bo'lgandan keyin siz aytgandek toshmalar toshishi yoki pnevmoniya bo'ldi, bola og'ir asoratlar bo'ldida, o'sha vaqtda bola tuzaladi. Tuzalgandan keyin oradan 3 yildan 28 yil muddatgacha, ayrim adabiyotlarda 32 yilgacha deydi, bu kasallikni asorati hisoblangan, biz aytayotgan o'tkir osti sklerozlanuvchi panensefalit kasallik kelib chiqadi. Bu virus, qizamiq virusi, xalqqa oson tushunish bo'lish uchun neyrotrop, ya'ni shu miya to'qimasini yaxshi ko'radigan, miya to'qimasi bilan shunday birlashadiki, uni chiqarib olish, uni ajratib olish o'sha virusni antitelasi deymiz. Juda murakkab bo'lgan va hozirgi kungacha antitelasi degani boyagi emlash uchun kerak bo'ladigan qismini aytyapsiz, shunaqami? Yo'q, bu virus ajratadigan tanacha. Virus bo'lmaydi, virusni tanachasi, antitelasi bo'ladi. Bu o'sha 28 yilgacha saqlanib qoladigan qismi deymiz. O'sha narsa bolada sekinlik bilan yosh bolalarni, misol uchun 6 oyda qizamiq bo'lgan bo'lsa, bola tuzaldi, yuradi, yuguradi, bog'chaga chiqadi, nutq, aql ishlaydi. Bog'chaga chiqayotgan davrda mana bola birdaniga sudurgi talvasa holatlari, nutq yo'qolishi, aql o'zgarishi. Shunday bo'lishi mumkin. Albatta, bu kasallik biz ko'rib kelyapmiz. Hozirgi kunda 250 dan ortiq, 300 ga yaqin bemor bolalarimiz bu bilan tasdiqlandi. Buni tasdiqlash uchun qondan va orqa miya suyuqligidan mana shu virusning antitelasini tekshiramiz. Bu baland chiqish kerak bu kasallik bo'lish uchun va o'ziga xos navbatda bemorda klinik kechishlar. Hozir yuqorida aytganimdek, nutqida o'zgarishlar, ko'rishda o'zgarishlar, aqlda o'zgarishlar, sudurgi holatlari va o'zi bu kasallik 4 ta etap bosqichga ketadigan bo'lsa, birinchi bosqichlari bolada asabiylik, injiqlik, nutq yo'qolishi aqlda. Ikkinchi etapida tutqanoq xuruji boshlanadi. Bolani boshi ketib qolishi, chayqalganda o'ta gandiraklab yurishi, 3-chi etapida bola yotib qoladi. 4-chi etapda bola yuta olmasdan og'ir holatda komaga tushishi mumkin. Xudo saqlasin. Qarang, Firdavs, bu emlansa
bu qanday yoshda qilib bu tushundim siz emlash yosh yetmasdan turib kasal bo'lgan qizamiqqa. shuni voqealar emlab qo'ysa bo'ladi. Ha, shu masalada hozir yig'ildik siz bilan.